Hovli sotuvga chiqdi. Manresa orqasidan mana shunaqa hovlichamiz sotuvga chiqqan. Darvozamiz mana kirib kelamiz, baland. 3 ta mashina sig'adigan darvozaxonamiz bor ekan. Xo'p, 4 sotiq. Fasadi 14 metr ekan, uzunasiga qarib 30 metr chiqdi. 40, ya'ni 4 sotiqdan ziyod chiqadigan hovlimiz. Darvozaxonamiz 4 burchak. Xo'p, mana o'rtada bog'chamiz joylashgan ekan. Bu tarafda imoratlar tashlangan. Mana oxirida oshxona, undan keyin sanuzil, yana bitta xona bor, chala hozir turibdi. Tomlari shifer qilingan ekan. Xonalarimiz hammasi pishirishdan qilingan ekan bu yerda. Xo'p, nechta xona joylashganini hozir aytib o'taman. Ko'chaga qaralgan derazalari bor. Menimcha 3 ta derazasi ko'chaga qaralgan. Mana bu tarafda ham 2 ta darvozaxonaga 2 ta deraza qaralgan ekan. Xo'p, 4 sotiq Manresa orqasidan hovli qidirib yurgan bo'lsangiz, mana shu variant juda yaxshi ekan. Narx-navo hamda qolgan ma'lumotlarni pastdagi izohlarga yozib qoldiraman. Mana bu yerda imoratning pastiga podvali bor ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Bu sanuzil, razdelni ekan, yuvinish xonasi hamda hojatxonamiz. Ana shunaqa hovlichamiz sotuvga chiqqan, hurmatli do'stlar. Hovlimizda 4 ta xona bor. Mana bu tarafda 4 ta xonasi va mana bu joyda chala bo'lgan yana bitta mehmonxona va zal bilan 2 ta xonasi bor ekan. Umumiy 6 ta xonasi bor. Xo'p, pishirishdan qilingan ekan. Juda chiroyli, akkuratni, kompaktni hovlicha. Manresa orqasidagi hovlilar 4 sotiqdan ziyod. Qiziqqanlar zudlik bilan aloqa chiqamiz. Shaharning qoq markazi, dahshat lokatsiya. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.